Bir qarindishimiz mundaq bir savol so'ragan. Namoyishga chiqishning hukmi nima? Payg'ambarimizning yoki sahoba kiramlarning namoyishga chiqqanligiga dalil bormi? Qiz ayollarning namoyishga chiqishi cheklanadi. Namoyishlar ma'lum to'pning ko'z qarashini ifodalash, bor ahvolni o'zgartirishni tashabbus qilish, hokimlarga nasihat qilish va zolimlarga bisim qilish orqali chora usullarining bir bo'lish bilan birga har bir shaxsning va xalqlarning haqqidir. Bu xil turdagi harakatlar jaiz bo'lib qolmay, balki ahvol va sharoitga, shundaqla vaziyat taqozosiga qarab mustahab yoki farz kifoya hukmida bo'ladi. Chunki Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning oranglarda xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadiga erishguchilardir." Va yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: "Qaysi biringlar bir yomon ishni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgarsin. Uningga qodir bo'la olmasa, tili bilan o'zgarsin. Uningga qodir bo'la olmasa, qalbidan noroz bo'lsin. Qalbidan noroz bo'lish iymonning eng ojiz darajasidir." Namoyishmi mazkur oyatlar va hadis shariflarda buyurilgan. Yaxshilikni buyurib, yomonlikdan to'sish, shundaqla munkar ishni qo'li, tili va qalbi bilan to'sish, kuchi yetsa o'zgarishdan iborat imoniy burchining bir turidir. Amr ma'ruf va nahiy munkar vazifasi yolg'iz ado qilinganidek, to'plashib, kollektiv oldimi ado qilinadi. Shuni ta'kidlash kerakki, namoyish va shuningdek ish tashlash, o'ltirib qarshilik ko'rsatish va to'plashib yurish qilish qatorliq norozilik bildirish faoliyatlarida islom aqidasiga yoki axloqiga zid shuarlarning to'linishidan yoki cheklangan ishlarning yuz berishidan saqlanish, shundaqla qiz ayollarning erlar bilan surkilishi bo'lmasligiga, qizlarning ota yoki valilaridan, ayollarning erlaridan ijozat so'rab chiqishiga, ommaning mol-mulkiga ziyon solishdan saqlanish qatorliq shart va adab qoidalarining tepilishiga rioya qilish kerak. Ayollarning namoyishga chiqishiga kelsak, ular dinimiz ko'rsatgan o'lcham bo'yicha kiyinib, ommaviy so'rin adab axloqiga rioya qilgan asosda zulmni tunutish va norozilik bildirish uchun chiqsa, shariatda cheklimi yo'q. Lekin qizlar otasi yoki akisi qatorliq valilarining eri bor ayollar erlarining ijozatini olib chiqishi shart. Chunki namoyish norozilik bildirish vositasi bo'lib, zolimga bisim qilish va zulmga norozilik qilish vositalarining biri xolos. Hargizmi cho'qim chiqmasi bo'lmaydigan va chiqmaganlar qattiq gunohkor bo'ladigan umumiy jihad chaqiriqi emas. Umumiy jihad chaqiriqi bo'lmagan paytning ahkomlari chaqiriq paytidagi ahvolning hukmlaridan farqlidir albatta. Allah eng to'g'risini bilguchidir.